Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana biz skuterlar yig'ib, Optimga tayyor qilib qo'ydik. Kimga kerak bo'lsa kelib olib keta olasizlar. Bizda Optim birinchi qo'l. Endi joylar ochyapmiz Andijonda. Xudo xolasa. Andijon manzil Xibekini orqasida. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar do'stlar. Optim ham sotiladi, donaga ham berilaveradi. Xudo xolasa bizda ancha nisbatan ko'chadan ko'ra arzonroq olasizlar. Endi bu Xitoylar aytishi bo'yicha biz donaga ham sotaveramiz ekan. Hop do'stlar, mana skuterlarimiz tayyor holati. Kimga nimalar kerak bo'lsa biz aytib o'tamiz. Mana do'stlar, bu balon kulichlari bor. Akan unaqasi bor. Ko'tarib nima deydi? Damkranti bor. 18 kulichi bor. Keyin 14 12 mikan kulichi bor. Keyin bakovoy bor, qo'yganimiz yo'q. Kimga kerak bo'lsa olib aloqaga chiqib so'rab uni qilib beraveramiz, yo'lida qilib beramiz xudo xolasa. Do'stlar, telefon qo'yadigan joylari bor, mana kolonkalari bor. Bunimiz 40 kilometrga xotirjam yetar ekan. Aloqaga chiqib narsalar bo'laveradi. Mana bu joyda akkumulyatori bor mana. 4 ta katta akkumulyator bor ekan, 4 ta 5 ta ekan. 5 ta katta akkumulyatordan qo'yilgan ekan. Mana bu joyga sovoladigan narsa bor, hayotda soladigani bor. Do'stlar, bizga aloqaga chiqaringlar. Mana bizda Optim holatda, tayyor holatda mana yig'ish jarayonlari ham boshlandi. Aziz do'stlar, kutib qolamiz. Bitta-bitta layklar bosib, qo'llab-quvvatlashni esdan chiqarmanglar.